Energetik ichimliklar sog'liq uchun zararlimi? Ijtimoiy tarmoqlarda ayrimlar aynan shu turdagi ichimlikni muntazam ichishi oqibatida vafot etgani yoki turli kasalliklarga chalingani haqidagi xabarlarga ko'zingiz tushgan bo'lishi tabiiy. Haqiqatdan ham energetik ichimliklarni ko'p iste'mol qilish o'limgacha olib keladimi? Energetik ichimlikni ichish natijasida yuzaga keladigan o'lim to'g'risida aniq bir fikr etish qiyinroq hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bizda sog'lom ovqatlanish prinsiplari bor. Sog'lom ovqatlanish prinsiplarida energetik ichimliklar, rangli bo'yoqlar bugungi kunda mana shu aholining turli qatlamlari orasida iste'mol qilishining o'ziga qo'yilgan gigiyenik talablari bor. O'lim to'g'risida gapirganda faqat bu inson faqat energetik ichimlikni o'zini iste'mol qilish natijasidagi yurak qon tomir tizimi, albatta uyqusizlik, asab tizimidagi, ovqat hazm qilish tizimidagi o'zgarishlarni yuzaga kelishi qanaqa holatda ekanligi, u albatta kasalmidi oldin, sog'midi, sog'lig'ida qanaqadir nuqsoni bormidi, bu narsalarni bilmasdan turib, sizni aytgan fikringizga men qo'shila olmayman. Ma'lumotlarga ko'ra, energetik ichimliklar ayniqsa o'smirlar uchun xavfli. Shuningdek, u shakarga boy bo'lgani sababli odamni semirtiradi. Me'yordagi energetik ichimliklar jigarga zarar keltirmaydi, biroq agar haddan tashqari oshirib yuborilsa, unga katta zarar yetkazishi mumkin. Mutaxassis nima uchun ko'pchilik buni iste'mol qilishga o'rganib qolayotganini quyidagicha izohladi. Energetik ichimliklar bu o'sha bizning yaxna ichimliklar gruppasiga kirib turib, tarkibida kofein va taurin degan moddasi bor. Bu taurin nima qiladi? Eng avvalambor uyqusizlikka olib keladi. Ana shuning uchun ko'pchilik bizda navbatda turadiganlar, kuni tun davomida ishlaydiganlar yoki bo'lmasamki kuni tun davomida serqatnov ko'chalarda mashina haydaydigan shofyorlar va boshqa yoshlarimiz esa buni tushunmaslik oqibatida o'zligiga bir an'ana yoki bo'lmasamki buni olganda bir hobbi deyiladi, qiziquv yuzasida ichadigan holatga keltirilgan. Nima uchun? Bu energetik ichimliklar ham, rangli bo'yoqli ichimliklar ham tarkibida albatta o'z tarkibidagi kofein, taurindan tashqari bular o'ziga moslashuvchanlik olib keladigan, shunga qaramlikda olib keladigan ovqat qo'shimchalari bor tarkibida. Shuning uchun bunga ko'pinchalik bular bilmasdan turib qaram bo'lib qoladi. Shifokorlar odatda energetik ichimlikni kuniga bittadan ko'p ichmaslikni tavsiya qilishadi. Bu ichimlik tarkibidagi kofein va shakar miqdoriga qarab belgilangan. Bundan tashqari uning o'rnini bosuvchi boshqa mahsulotlarni iste'mol qilish mumkin. Bunga esa quyidagilar kiradi. Energetik ichimliklarning o'rniga eng avvalambor shuning tarkibidagi taurin eng avvalambor go'sht va baliq mahsulotlari tarkibida bor. Shuning uchun biz me'yoriy sog'lom ovqatlanish talablariga rioya qilsak, o'zimizning dasturxonimizda mana shu bizning sharqona davlatimizdagi eng ajoyib bir xususiyati, uni yozi ham bor, qishi ham bor, bahori ham bor, kuzi ham bor. Meva sabzavotlar yetarli darajada. Shuning uchun biz shakar solinmagan holatda tabiiy sof mevadan tayyorlangan sharbatlarni iste'mol qilsak, albatta bu energetik ichimlik berayotgan energiyadan, ya'ni o'sha kuchni shundan ham olsak bo'ladi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan har narsada me'yor talablariga amal qilish lozim ekanligini yana bir bor anglashimiz tabiiy. Shu sababdan sog'lig'ingizga e'tiborsiz bo'lmang. Siz uchun ahamiyatsiz ko'rinayotgan narsalar turli ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin.